Rahmat. Siz savol berdingiz, sizni birov majburlaganmi dedingiz. Aslida inson individual, biz bu sir emas hammaga, ya'ni hammamiz o'zimizga yarasha temperamentimiz, o'zimizga yarasha xarakterimiz, o'zimizga yarasha irodamiz va hokazolar bo'ladi. Men aytmoqchimanki, manipulyatsiya bu to'g'ri aytdilar, necha xili bo'lmasin, qat'iy nazar manipulyatsiyaga tushuvchi insonlarni o'zi bo'ladi xolos. Ya'ni agar siz kimnidir, masalan, men kimdandir xafa bo'lsam, demak, men xafa qilishga tayyor bo'lganim uchun. Men mutaxassis sifatida aytamanki, qizimiz ham gapirdilar, ya'ni bolalar masalan yolg'onda akasim onasini chaqiradi. Bu yosh davrlarga bo'linadi va qariyalarimiz ham yosh davrlari o'tgandan, gerontopsixologiyaga o'tgandan keyin ular albatta yosh boladek bo'lib qoladi. Ozginagina balkim bu to'g'ridir, balkim noto'g'ridir, bilmadim. Endi ularda har kimni dunyo qarashi o'ziga yarasha bo'ladi. Mana bu yigitimizga ham berganingizda anglash, осознанность deymiz rus tilida, bu anglash bo'ladi. Inson o'zini anglasa, o'zini xatolarini, o'zini yutuqlarini, boyagi tanqidiy fikr yoki bo'lmasa, hech bo'lmasa bekorga aytilmagan-ku, tanqid kelajakning mevasi deb. Ishoning, bu juda ham agar осознанность bo'ladigan bo'lsa, sizni hech kim manipulyatsiya qila olmaydi. Boya savol berdingizki, manipulyatsiyaga kimlar tushadi? O'shanga tayyor bo'lganlar, jabr deydi obrazi tushadi xolos. Kimlar ularni boshqara oladi? Ularni boshqaradigan insonlar albatta eng yaqini, mana masalan Shohrux misolida oladigan bo'lsak, yaqinlari, ya'ni bunga kuyadi. Pul bermasanglar, men o'laman, bo'ldi, o'shani chekmasam o'laman. Bu unga kerak, ona beradi, bir safar ayoli beradi. Kim yaxshi ko'rsa shu. Albatta yaqin insonlardan boshlanadi. Chekkadagi endi axborot yoki internetdagi manipulyatsiyalar, bular уже kiberga kiradi. Ularning sal yo'nalishi boshqaroq bo'ladi. Biz hozir insonlar haqida gapirgan ekanmiz. Anglash bu eng zo'r narsa inson uchun. Har kim o'zini anglasa, hech kimdan xafa bo'lmaydi. Har kim o'zini anglasa, hech qanaqa manipulyatsiyaga berilmaydi. Lekin vaziyat taqozo qilganda, o'sha yerda ham boyagi tanqidiy fikrga ega bo'lgan odamni menimcha hech kim boshqara olmaydi.